Assalomu alaykum, hurmatli Sharq Turkiston Cumhuriyeti vatandaşları. Assalomu alaykum, aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammamizning ulug' Qurban hayiti muborak bo'lsin. Bu bayramlarni eng qisqa zamonda mustaqil va hur Sharq Turkistonimizni billa xushallik ichida tabriklashni mehribon egimiz Janobi Allohdan tilayman. Va bu munosabat bilan bu hayitga doir ba'zi bilib-bilishga tegishli nuqtalarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Qarindoshlar, Qurban kalimasi arabcha bir so'z bo'lib, yaqinlashish, yaqin turish va yaqin bo'lish degan ma'nolarga keladi. Qurban kalimasining islomdagi ma'nosi vazifani ado qilish orqali jononga, g'oyaga va maqsadga yaqinlashish demakdir. Qurban hayit demak jononga, shundaqla g'oyaga yaqinlashish demakdir. Buni bir oz sharhlaylik. İnsan Allah tarafidan yaratilgan eng ulug' va eng qadrli jonliqdir. Chunki Alloh insonni yaratganda uningga o'z ruhidan pudab, uningga o'zi xohlagan ilohiy programmalarni qachilagan. Boshqa jonliqlar bu dunyo uchun yaratilgachqa ularga oddiy va kichik programmalar qachilangan. Şun ular tug'ilgan hamon ishqa tushidi. Ammo inson abadiy bir hayot uchun yaratilgan bo'lg'achqa, uningga pudalgan ruh va qachilangan programmalarmi o qadar ulug', ig'ir va buyukdir. Shunga inson bolasining balog'atga yetishi o qadar uzun vaqt oladi va murakkab bosqichlarni boshdan kechirdi. Alloh insonni a'loyi illiyinga chiqib nishonga ulisha oladigan qobiliyati yaratgan. Ammo insonni asfala safilanga qaytirib, bu eng tuvan nuqtadan o eng oliy nishon a'loyi illiyinga chiqishga buyruq qilgan. Bu buyruq va bu vazifa Qur'oni Karimda inson uchun o'zining yaxshi yoki yomon ekanligini va yaramliq yoki yaramsiz ekanligini isbotlaydigan bir imtihon sifatida tushuntirilgan. Demak, insonning bu dunyodagi imtihoni asfala safilindan izchil o'rlab a'loyi illiyinga o'rilish orqali jononimiz Janobi Allohni rozi qilishdir. Asfala safilin eng tuvan va nachar yer bo'lib, jahannam bu yerga yerlashtirilgan. A'loyi illiyin eng yuqori va eng isli yer bo'lib, jannat bu yerga yerlashtirilgan. İnsanның bu dünyadaki vazifesi cehennemden qutulup cennetke uçup çıkıştır. İnsan tuproqdan yaratilgan. Yerning tartish kuchi bo'lgandek, insonmi o'zini tabiiy qo'yversa, davomli pastga qarab mangadi. Cehennemden qutulanmaydi. Shuning uchun inson o'zini tabiiy qo'yvetmaslik kerak. Jannatga o'lish uchun yuqori qarab uchish lozim. Uchish uchun energiya lozim. Energiyaga ega bo'lish uchun badal to'lash lozim. Chiqim qilish lozim va qurbon berish lozim. İnsan faqat qurban berish yoki qurban bo'lish orqali yuqori maqomga chiqib jannatga o'lisha oladi. Shuning uchun Alloh bizning yuqori maqomlarga erishib maqsadimizga yetib olishimiz uchun qurbonlik ibodatini bizga vojib qildi. Shuning uchun qurbonlik ibodati Odam alayhisalomdan boshlangan bir ibodat. Chunki har insonning baxtga, jannatga, shundaqla Alloh rizosiga ehtiyoji bor. Ammo bularning hammasi cheksiz qimmatga ega. Cheksiz qimmatga ega ehtiyojlarimizni qondash uchun badal to'lashimiz lozim, qurban berishimiz lozim va hatto qurban bo'lishimiz lozim. Alloh Odam alayhisalomning ikki o'g'liga qurbonlik berishni buyruq qildi. Qurbonlikda rostchil bo'lgan Habilning qurbonligini qabul qilib, saxtapaz Qobilning qurbonligini qabul qilmadi. Habil bo'lsa ixlosni va rostchillikni isbot qildi. Bu yo'lda qurbonlik qildi va bu yo'lda qurban bo'ldi. Shundaqla Allohga yaqinlashdi, murodiga yetdi. O'zining yaramliq inson ekanligini isbotlab, natijada jononimiz Allohga ulashdi. Va qurbonlik obidasi sifatida tarixdan beri bizga o'rnak bo'lmoqda. Yana bir o'rnak İbrahim alayhisalom. İbrahim alayhisalom bu dunyo imtihonlaridan g'albilik o'tib, Allohning do'stiga aylanadigan bir payg'ambar. Alloh taolo İbrahim alayhisalomni Qur'onda bizga Halil deb tanishtirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga İbrahim alayhisalomga ergashishga va o'rnak olishga buyruq qildi. İbrahim alayhisalomning butun insoniyatga va hatto Muhammad alayhisalomga o'rnak bo'la olishidagi sir yanada İbrahim alayhisalomdagi qurbonlik ruhida. Alloh taolo İbrahim alayhisalomni eng ig'ir sinoqlar bilan sinadi. İbrahim alayhisalom bu sinoqlarning hammasidan qurbonlik berish orqali o'tib ketdi. G'alaba qozondi va Allohning do'stiga aylanib murodiga yetdi. İbrahim alayhisalom qurbon berish orqali Makkani ihyo qildi. Qurbon berish orqali Ka'bani bino qildi. Bu natijada insoniyatning Ka'basiga aylandi. İbrahim alayhisalom yosh chig'ida aqida imtihoniga elindi. Butun koinotni tadqiq qilish orqali insonlar cho'qingan butlarga cho'qinmasdan koinotning yaratquchisi Allohni to'nib chiqardi. Natijada o'z dadisi, tuqqanlari va o'z millati qarshi chiqdi. Shu chaqning zolimlari İbrahim alayhisalomning sog'lom aqidasiga qarshi chiqib, İbrahim alayhisalomni o'tqa tashlab o'ldirish qaroriga keldi. İbrahim alayhisalom aqidasidan qaytmadi va hayotini qurbon berib o'tqa tashlanishga rozi bo'ldi. Bu qurbonlik Allohga yarag'achqa o'tqa ko'ydirmaslikka buyruq qilib, İbrahim alayhisalomni qutqizib qoldi. Bu mo'jizani ko'rgan zolimlar yana to'g'rini qabul qilmay İbrahim alayhisalomga tahdid qilishni davomlashtirdi. Bu tahdid tufaylidan İbrahim alayhisalom ota-onasini, tuqqanlarini va tug'ilib o'sgan yurtini tark etib hijrat qilishga majbur bo'ldi. İbrahim alayhisalom yana qurbon berdi va yosh chig'ida yurtni tark etdi.
İbrahim alayhissalom chet elda to'y qildi va hayotini yanada Alloh rizosi uchun atadi va topgan taginini Alloh rizosi uchun xalqqa yegizib, insonlarni Alloh yo'liga da'vat qildi. İbrahim alayhissalom nihoyat shafqatli va mehribon bir ota edi. Darvaqa İbrahim degan kalimaning ma'nosi mo Suryonichida mehribon va shafqatli ota degan ma'noda edi. İbrahim alayhissalom ismi jismiga loyiq bir mehribon ota edi. Ammo yeshi o qadar cho'ng'ishiga qaramay farzand egisi bo'lolmagan edi. Farzand uchun yuragi puchlanadi. Farzand uchun Allohga duo qilib yolvoradi. Oxiri savab qilib beqish uchun Hajar ismli bir qiz bilan to'y qiladi. Va Alloh İsmoil ismli bir farzand ato qiladi. İbrahim alayhissalom xushalligidan qo'lidagi hamma narsani qurbonlik qilib tarqitadi va tabriklaydi. Dal mushunda xushal kunlarning birida Alloh İbrahim alayhissalomni yana bir qatim sinaydi. Yangi ayoli Hajar va suyumli o'g'li İsmoilni Makkachilik tashlab o'tib kelishga buyuradi. Yana suyumlik oilasini qurbon qilishga buyuradi. İbrahim alayhissalom bu imtihonning qanchalik ig'ir ekanligiga qaramay, Allohga ishongachga Alloh tavakkul qilib oilasini Makkachilik opirib tashlab o'tadi. İbrahim alayhissalom bu ahvolni ayoliga tushundirgudek hech qanday bir ma'lumotga ega emas edi. Alloh buyrug'ach shunday qilyotdi. İbrahim alayhissalom suyumlik oilasini Makkachilik tashlab qaytayotganda ayoli Hajar İbrahim deb chaqirdi. İbrahim alayhissalom to'xtamay ketib boradi. Chunki Hajarning yuzi qarg'idek jasorati yoki tushundirgudek biror sababi yo'q edi. Hajar 3 qatim İbrahim deb chaqirsimi, İbrahim alayhissalom javob bermagachga, Hajar bizni bu cho'lga tashlab ketish sening irodangmi yoki Alloh buyurdimi deb so'radi. İbrahim alayhissalom Allohning buyrug'i deb javob berdi va ketib qoldi. İbrahim alayhissalom Alloh rizosi uchun oilasini qurbon berdi. Ammo natijada İbrahim alayhissalom va oilasi bu imtihondan muvaffaqiyatli o'tdi. Bu qurbonlik natijasida Makka cho'li Makka shahriga aylandi. Allohning Ka'basi insoniyatga qaytadan ulashdi. Bir cho'l qaynam tashqin bir yurtqa va vatanga aylandi. İsmoil alayhissalom avlodi bir muqaddas vatanga erishdi. Mana bu qurbon berish va qurbon bo'lishning mevalari. Mana bu qurbon berish va qurbon bo'lishning mevalari. İbrahim alayhissalom oilasini bekli yaxshi ko'radi. İbrahim alayhissalom oilasini bekli yaxshi ko'radi. Shunglashqa Alloh ruxsat bersa Makkaga kelib oilasini yo'qlab turadi. İsmoil alayhissalom cho'ng bo'lib ishga yarg'idek bo'lib qolgan edi. İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalomning diyonati va axloqidan bekli mamnun edi. İsmoil alayhissalomni bekli suyatdi va uningdan faxrlanadi. Yana xushal kunlarning birida Alloh taolo İbrahim alayhissalomga tushi orqali İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilishga buyurdi. İbrahim alayhissalom qattiq sarosimga tushdi. İbrahim alayhissalom oxir bu ishni ayoli Hajarga deydi. Hajar alayhissalom suyumlik o'g'li İsmoil alayhissalomni qurbon qilishga onalik mehrini yengib Alloh rizosini deb ma'qul bo'ladi. İbrahim alayhissalom eng oxirida bu ahvolni suyumlik o'g'li İsmoil alayhissalomga aytdi. İsmoil alayhissalom nihoyat temkinlik bilan: "Dada, ko'nglingni yerim qilma. Alloh nimaga buyurgan bo'lsa shuni qil. Men bu ishga inshaalloh sabr qilib ketaman" deydi. İbrahim alayhissalom shaytonning har turli hiyla mikrlarga bo'ysunmaydi va oilasining roziligini olgandan keyin İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilishga boshlaydi. İbrahim alayhissalom pichoqni İsmoil alayhissalomning bo'yniga surganda bir mo'jiz yuz berdi. O qadar ittik pichoq İsmoil alayhissalomning bo'ynini kesmaydi. İbrahim alayhissalom nima qilarini bilmay turganda Alloh İbrahim alayhissalomga vahiy qilib, buning buyuk bir imtihon ekanligini, İbrahim alayhissalom oilasining va imtihonidan g'alabalik o'tganligini deb İbrahim alayhissalomni va oilasini tabriklaydi. İsmoil alayhissalomning o'rniga qurbonlik qilish uchun bir qurbonlik qo'shqar tushirib berdi. Va bizga tunishliq bo'lgan bu qurbonlik qilish ibodati shundan tortib mush shaklda davom qilib kelmoqda. Qarindoshlar, İbrahim alayhissalom Alloh rizosini va tavhid aqidasini muhofiz qilish uchun ota-onasidan voz kechdi. Mushunda qurbon beradiganligi uchun Alloh uningdan rozi bo'ldi va do'stum dedi. İbrahim alayhissalom Alloh rizosi uchun yurtini tark etishga majbur bo'lib hijrat qildi. Alloh rizosi uchun hayotini qurbonlik sifatida atadi. Alloh uningga soliha bir ayolni yo'ldosh qilib berdi. Bu soliha ayolning İbrahim alayhissalomni qo'llashi va hamkorlashish natijasida İbrahim alayhissalom butun ig'ir imtihonlardan o'tib Allohning do'stiga aylana oldi. İbrahim alayhissalom suyumlik oilasini qurbon qilib Makka cho'liga tashildi. Natijada İsmoil alayhissalomning avlodidan shakllangan yangi avlod Adnani arablarga Arabistonni vatan qilib berdi. Hozirgi arablarning arab diyorlarini vatan qila olishida İbrahim alayhissalomning bergan qurbonliklari eng asosiy sababdir. İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoilni qurbonlik qilish imtihonidan o'tdi. Bu orqali butun İbrahim alayhissalomning millati insonni qurbonlik qilish imtihonidan qutulib qoldi va belgilangan hayvonlarni qurbonlik qilish orqali bu ig'ir imtihondan o'talaydigan bo'ldi. İnsoniyatning mushundaq bir ig'ir imtihondan qutulib qolishida İbrahim alayhissalomning qurbon berishi va qurbon bo'lish ruhi rol o'ynamoqda. Qarindoshlar, qurbonlik mana mushundaq ulug' bir ibodat. Bu ibodatni Alloh taolo payg'ambar orqali bizga o'rgatgan.
Bu ibodatni har yil qilish orqali bizning qurbon berish va qurbon bo'lish ruhimizning yetilishi va taraqqiy qilishi ko'zda tutilgan. Bizning bergan qurbonliklarimizning foydasi Allohga emas, o'zimizga bo'ladi. Qancha qurbon bersak va qancha qurbon bo'lsak, biz millat sifatida o qadar Allohga yaqinlashamiz. O qadar tirilimiz va o qadar kuchlanamiz. Shuning uchun qurbonlik qilish orqali qurbon berishni va qurbon bo'lishni chiniqayli. Qurbon berish va qurbon bo'lish ruhini yetildirayli. Chunki qurbon bermay jononga yetkili bo'lmaydi. Qurbon bermay Allohga yaqinlashqili bo'lmaydi. Qilgan qurbonligimizda samimiy bo'layli. Chunki Habil samimiy edi. Qurbonlikqa qabul bo'ldi va jononga erishdi. Qurbon berishda tarafsiz bo'layli. Chunki Ibrohim alayhisalom butun qurbonliklarida hanif, ya'ni xolis va tarafsiz edi. Hazrati Habilning ixlosi, Hazrati Ibrohim alayhisalomning hanafiyati ularning qurbonliklarining qabul bo'lishiga vasila bo'ldi. Qarindoshlar, bizmi qurbonlik qilyapmiz? Biz qurbonligimizda samimiymi, xolismi? Qurbonligimiz qabul bo'layotamdi. Ibrohim alayhisalom har qurbonligidan keyin buyuk g'alabalarni qozongandek, bizmi har yili qilgan yoki bergan qurbonliklarimizdan keyin buyuk g'alabalar qozonyapmizmi? Bu savollarning javobini bilmaymiz, ammo bilgimiz keladi. Buni bilish uchun yuqorqi formulaga qaytaylik. Birinchi formula: Qurbon berguchi yoki qurbon bo'g'uchi Habildek samimiy bo'lsa va Ibrohim alayhisalomning xolis bo'lsa, qurbonlik qabul bo'ladi. Agar Habildek samimiyatsiz bo'lsa, qabul bo'lmaydi. Ikkinchi formula: Qurbonlik ibodati qurbon berish va qurbon bo'lish ruhini yetildirish uchun yo'lga qo'yilgan. Undaqda, mening qurbonliqim qabul bo'ldimi degan savolga javob berish uchun oldi bilan menda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ruhi yetishdimi degan savolga javob berishga to'g'ri keladi. Menda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ruhi yetishdi deb javob berishdan burun men bugungi kunda, bugungi jamiyatga munosabatli ishlarda, bugungi millatga munosabatli ishlarda badal to'layapmanmi? Bugungi kun tartibdagi ishlarga qurbon beryapmanmi deb so'rashimiz lozim. Agar javobimiz ha bo'lgan bo'lsa, bugungi kun tartibdagi ishlarga badal to'layotgan va qurbon berayotgan bo'lsak, bizda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ruhi yetilgan bo'ladi. Bizda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ruhi yetilgan bo'lsa, bergan qurbonligimizda samimiy va xolis bo'lgan bo'lamiz. Bergan qurbonligimizda samimiy va xolis bo'lgan bo'lsak, bergan qurbonligimiz Alloh dargohida qabul bo'lgan bo'ladi. Bergan qurbonliklarimiz Alloh dargohida qabul bo'lgan bo'lsa, bergan qurbonliklarimizga yarasha texnik ko'p g'alaba va muvaffaqiyat qozongan bo'lamiz. Qarindoshlar, qo'limizdagi natijaga qaraylik. Qo'limizda bugungi kun tartibdagi vaziyatga doir g'alaba va muvaffaqiyat bormi? Qo'limizda g'alaba va natija bor desak, bizda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ruhi yetilgan bo'ladi. Undaqda bugungi kun tartibdagi qurbon berishga tegishli ishimiz nima? Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarini xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sudga berdi. Bu ishga pul ketdi va qurbon berishga to'g'ri keladi. Bu sudda g'alaba qilishimiz shart. Chunki Sharq Turkiston xalqi mazlum va irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi. Chunki Sharq Turkiston xalqi irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi. Sharq Turkiston xalqi haq ustida, Xitoy tajovuzchilari nohaq ustida. Haq nohaq ustidan g'alaba qilish kerak. Biz bu haq da'voyimizni badal to'lamaslik va qurbon bermaslik bilan qozonolmasak, musulmonligimizga, shundaqla insonligimizga dog' tegadi. Allohning, malaikalarning va butun xalq olamining la'nati yog'idi. Dunyoda rasvochilikda va oxiratda do'zaxda yashashga majbur bo'lamiz. Bundaq ichinishli oqibatga duchor bo'lmaslik uchun qurbon beraylik, qurbon bo'laylik, g'oyamiz uchun badal to'laylik. Bu ishga qurbon berish orqali Allohga yaqinlashaylik, g'oyamizga yaqinlashaylik, o'zimizga yaqinlashaylik va baxtimizga yaqinlashaylik. Alloh bergan qurbonligimizni qabul qilsin. Insonlik vazifamizni ado qilib, dunyo va oxiratda oq yuzlik bo'lishga nasib qilsin. Bu qurbon hayiti nafsini yengaligan yigitlarga muborak bo'lsin. Bu qurbon hayiti bu buyuk jihodda g'alaba qozongan mardlarga muborak bo'lsin. Bu qurbon hayiti qurbon berish orqali qalb poytaxtini ozod qila olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram iymon sultonini qalb taxtiga chiqara olganlarga muborak bo'lsin. Bu hit iymon sultonini qalb taxtiga chiqara olganlarga muborak bo'lsin. Bu hit to'g'ri yo'lga ergashganlarga muborak bo'lsin. Bu hit o'ziga xoinlik qilmaganlarga muborak bo'lsin. Bu hit o'z millatini suyalaydigan va Xitoy tajovuzchilaridan nafratlanadiganlarga muborak bo'lsin. Bu hit o'z baxti uchun qurbon berib, mustaqillik maydoniga kelalaydigan vijdonliqlarga muborak bo'lsin. Bu hit Xitoy tajovuzchilarining zulm ostida engirayotgan 40 million Sharq Turkiston xalqiga muborak bo'lsin. Bu hit Allohning har turli ne'matiga muhtoj bo'lgan, ammo xoin bo'lmagan butun Sharq Turkiston xalqiga va butun islom dunyosiga muborak bo'lsin. Amin. Janobi Alloh qurbon hayitini bizga diniy bayram qilib bergandek, bizga ona vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilib, shu ozodlik kunimizni milliy bayram qilishga nasib qilsin. Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, o'z vatanimizda o'z hokimiyatimiz ostida baxtli yashashga nasib qilsin. Amin. Hurmat bilan Sharq Turkiston Jumhuriyati Surgundi hukumatı Jumhur Raisi ishxonasi.